Mana eski binoni rekonstruksiya qilishmoqchi. Birato'la utepleniya qilishmoqchi. Bu g'ishti ham, eski devorni ham ustiga kafelniy kley yordamida yopishadi. Buning ustidan 90% tayyor holatga keladi. O'zi приятный oqish rangda bo'ladi. Mana choklarini yamalgan hisobiga buni ustini liba emulsiya qilib yuborish kerak, liba traventin qilib yuborish kerak. Shunda yaxshi bo'ladi. Buni emulsiya qilib yuborsangiz ham zo'r. Xuddi tabiiy toshdek chiqadi. Bu obrazец yopishtirib beryapmiz. Bu bino juda katta. Tabiiy toshdek ko'rinishda bo'ladi.